Bugün mübarek olsun Aysakam. Rahmet. Aysakam yaman qo'shal og'iz quloq yetayda qoldi. Nimishqa desanglar, Tianshan Guli voleybol komandasi to'liq yayinlab bugun g'alaba qilib birinchi guruhdan chiqqan bo'ldi. Shundan birga bizniki kechda bugun kechda 28-yilda o'tkazilgan ma bizning Jambaliq egillik restoranda cho'lponlar yig'ilishini sababli mushu Tianshan Guli ichimlikdan har bir tonni haqsiz bir jo'zga 10 tonni haqsiz Aysakam konsosida men ko'rgan uzanib ko'rganda mushunda tizmatdik. 600 quta ichimlikni haqsiz sovuq qilibdi. Nimishliga vaqtda ham xo'shib qoldim. Tunji qatim komanda qurib, tunji qatimni musobaqa kirishda 3-1 natija bilan g'alaba qilgandan keyin o'zim xo'shib ketdim. Shunga 600 tal ichimlikni har bir joz 10 taldan so'g'at qilib atdik. Şunu bugün kim keldi deganda bugun davlat birinchi artist Eminaz Husayn aka emas, anikin Dota qo'shoqlaridan xalq tungan Husaynjon Yasin, Zulfiya Erkin, Habib Shamshar, yana men qatorliq nurg'un men sotuşuyma. O'shada Ben Said Said Ushuyda buni. shunga beh cho'ng tutki bo'lgan bir yig'ilishni misharlik qilmas. Shunga ma jo'za nayt az qoldi tuqqanlar. Vaqtida ma jo'z tizimlatmagan bo'lib qolsang, vaqtida kelsang bo'ldi. Jo'zimizning bahsi unda sizlar o'ylaganda yuqori emas. Arallah mushuninga chiqqan 10 necha xil tomoq bilan, liq bir jo'z tomoq, mush 10 necha tal ichimlik. 10 adam o'tira olasizlar, aran 680 koy. Yurak besinlar. Kelan cuma adresini aytib qo'ydi Jambal restoranda. Jambaliq Ravrus çıkardı. Rasm sizin noç qilsay. Ma chiray, ma turqingizda manda bu Dubaylashgan restoranda ketayotgan restoran qilib, andamda chiqib qolsangiz to'g'ri tilaydi bo'lmasa. Telefon numar 135 65 11 22 44 vaqtida telefon qilib, ma jo'z az qoldi kechda. Men mi o'tirdim desang, uri yo'q deb qolsa, absolut qolsa shunga vaqtida nima qilamiz? 135 65 11 22 44 telefonni vaqtida urplama. O'zing nomer deb aytding-ku. Shu men o'zimga davotdim. Qiz atilib qolsa qilsa. Mayli, unutilmaydi. Hadi orada kaçıyorsun beni gidip. Sizga qizil 4 qizil bo'lsa, ojlishib ketisizlar sizlar. Bakasınlar. Yaxshi yurtganlar bo'lsa, boshqa finjon taxt tutinglar. Xo'sh.